Har qanday munosabatda mana bu 5 bosqich bo'ladi. Eng qiziq joyi shundaki, odamlarning ko'pi ikkinchi bosqichdan nariga o'tolmaydi. Birinchisi asal-oyi bosqichi. Bu yerda energiya ko'p bo'ladi. Ko'r-ko'rona sevgi bo'ladi. Kamchiliklar ko'rinmaydi. Haqiqatdan emas, balki o'xshashliklar asosida yaqinlashasan. Ikkinchi bosqich kuch sinash davri. Endi farqlar ko'rina boshlaydi. Avvalgidek ideallashtirmaysan, balki tanqid qila boshlaysan. Mayda gaplar katta janjallarga aylanadi. Ko'pchilik doim shu yerda qolib ketadi. Chunki nazorat uchun kurashadi, avval yoqimli bo'lgan narsadan bezor bo'lishadi yoki ajrashib boshqa odam bilan birinchi bosqichni qayta takrorlashadi. Yangi odam va yana o'sha takrorlanish. Uchinchi bosqich qabul qilish. Endi sen tushunasan, bu odam balki hech qachon o'zgarmas. Savol shuki, shunday holatda ham uni seva olasanmi? Birgalikda yaxshiroq narsa qura olasanmi? Ko'p odamlar bu yerda taslim bo'ladi, chunki endi u hayajon emas, balki mehnat talab qiladigan joydir. To'rtinchi bosqich chinakam sadoqat. Bu endi qulaylik yoki shartlarga asoslanmagan. Siz birgalikda haqiqiy mustahkam narsa qurishni boshlaysiz. Beshinchi bosqich bu bir butunlik. U bir-biringni o'zingdan ham yaxshi tushunadigan darajadir. Lekin bunga his-tuyg'ular orqali emas, balki har bir qiyinchilikda ham bir-birini tanlash orqali erishilinadi. Agar siz ham 5-bosqichgacha kela oladigan o'sha insonni xohlasangiz, kommentariyada bitta yurakcha emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.